Bence puldar adam keliş gerekten biznes kılış gerek oldu. Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillah, ama ba'du, selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli dostlar, arkamıza atılgan bir satılады. Bunu adresine etiket eden olsak, Astrovski mektebini aldılar. Bu şey Astrovski mektebini aldılar. Svetoforun sonuna karab kirasiz. Ona biyotun gelekeniz ona karab kirasiz. Son tamamınıza 3 asker. İki tane yer satılады bitti. Yerimizin meydanı birincisi 10 sotluk, ikincisi de 6 sotluk. O şey dokumentalni 16 sotluk bo'ladi. Bu yerda nimalar var deseniz mektep yanında mektep var, sadik var, bağı var, 3 fazlık 10 kilovatlık svet kirgan. Shularni hozir hammasini ko'rsatib beraman men sizlarga. Ketdik, unda obzorni boshlaylik. Sizlar o'ng'acha ekranga yaxshilab o'tirib olinglarda. Ekran oldiga menga podpiskani bosib qo'yib, pozitsiyani tars yarib qo'yib, bir chapib ketsanglar zo'r bo'lardi. Ketmazlarga ko'rsataman. Mana yerimiz. İki tomonlama zayiz var bunda. İki tomonlama. O şlakablok tomon-tomonda ham. Aytib bersangiz bo'ladi. Yoq yuzimizda bog' bor. Zo'r biznes planlar qilsa bo'ladi bu yerda. Yerni mana bundaqasiga ham bo'lib sotamiz. Xohlanglar bundasi bo'lib sotamiz. Xohlanglar mana bu yerda 5 sotliq bilan ham qo'shib sotib yuboradi, 6 sotliq bilan. Obsho 16 sotliq yerim sotiladi mana. Kelinglar, ko'ringlar. Va ekrandagi nomerlarga xabarlashinglar. Chiroyli, manzarali joyda joylashgan. Yer katta, o'tayim. Bence puldar adam kelish gerekten biznes kılış gerek oldu. Shundaq, ham yurtdoshlar. Mana hurmatli do'stlar, mana yerimiz mana 16 sotliq yer sotiladi. Yanımızda, son tomonimizda 20 metr yursangiz maktab bor, magazin bor. Baxt tomonimizda qazna bola bog'chasi bor, 2 dona sadik bor. O yerlarda manzarali daraxtlarimiz bor. Ular endi albatta sotilmaydi. Ajeliye toza havo joyda joylashgan bunda. Sal yursangiz 10 minutlik joyda vokzal bor. Tomoningizga ketib berasiz. 2 kilometrda 5 dan ko'p marshrut o'tadi. Trassani bo'yi. Astrovskiy maktabni oldida orientir. Shunda so'ngga qayrilasiz. Birinchi uchastkamiz mana shu. Narxlarini aytib ketadigan bo'lsam, narxlari agar 16 sotliq bilan qo'shib sotiladigan bo'lsa 65 million deb so'rayapti. Yo'q, 10 sotliqni o'zini olaman devchilar bo'lsa, unga 45 million deydi. Agar yo'q, 10 sotliqni ko'proq qilib olaman, maytlar bundoq to'g'ri qilib olaman deydigan bo'lsa 50 millionga sotiladi deydi. Stachbetda 3 faz bor ekan, 10 kilovatlik 3 faz mana. 3 faz kirgan. Bu joyimizga, yerimizga. Ekrandagi nomerlarga xabarlashinglar. Inshaalloh sizlarga manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. Sizlarga yerimiz manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. Inshaalloh ekrandagi nomerlarga xabarlashinglar. Yerimiz albatta sotiladi. Sotilmaydigan narsani o'zi yo'q. Hamma narsa sotiladi hozir. Pulingiz bo'lsa cho'nchakda bir narsani topsangiz bo'ladi iloji bo'lsa. Endi faqat o'lin boshqada. Ekrandagi nomerlar reklama uchun 707 665 39 95 mana shu nomerlarga xabarlashasizlar. Reklamangizlarni, yeringlarni, uyinglarni, magazinlarni, do'konlarni bari reklama qilib beramiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sizlar bilan bo'lgan Dilshod.